Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq muhtaram ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasininki Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Ömer. Aziz ko'ruvchilarimizninki suhbatni ko'rish jarayonida qonunimizga a'zo bo'lishni va hamberilishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Bugun Xalqaro muhojirlar kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun ishlar komiteti mudiri Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishi ijroiya direktori Mehmet To'xtapandi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Berlin ishxonasi mudiri, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur tili bayonotchisi G'ayir Qurbon apandilarni bugungi suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizning temasi Xalqaro muhojirlar kuni va Uyg'ur muhojirlarniki hozirgi ahvoli. Suhbatimizga xush keldinglar, hurmatli Mehmet To'xtapandi va G'ayir Qurbon apandi. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Bugun jiddiy bir suhbat bo'lib qoldi. Shuning uchun suhbatimizni bevosita boshlab beraylik. Birinchi savolimiz bugun hamda tarixiy bir kun, muhojirlar kuni. Oldi bilan so'raladigan savol, bugungi hamda Uyg'urlarniki hozirgi muhojirlarniki ahvoli butun dunyo miqyosida zodi qandoq? Buning bilan bir tunishib chiqqan bo'lsak deb o'ylayman. Yani bunun için Dünya Uyghur Kurultayı'ndaki sabık muhacirlar komiteti reisi, hazırki kanun komiteti reisi Mehmet To'xtapandi muş mesele bilen uzundan beri şoğullanıvatıdı. Şununla hürmetlik Mehmet To'xtapandi muş Uyghur muhacirlarındaki hazırki dünyadaki ahvalı qandaq muşunun bilen umumi bir düşünce bergen bolsunuz. Rahmet. Ko'p rahmat. Ko'rarmanlarga salom. Bugun 6 ayning 20 kuni xalqaroliq yoki dunyo miqyosida umumyuzlik e'tirof qilingan muhojirlar kuni. Bu muhojirlar kuni shu 1951-yili muhojirlarning masalasini hal qilish uchun qurilgan va keyin Jeneva ahdnomasi deb bilingan shu ahdnomining e'lon qilinishidan keyingi shu dunyo miqyosida bu soni bo'lgan, sirishib qolgan muhojirlarning masalasiga diqqat tortish uchun 2001-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan qaror qilinib, har yili 6-ayning 20 kunini muhojirlar masalasini muzokara qilingan va bularning masalalarini hal qilish uchun chora-tadbir izlaydigan bir kun deb bekitgan ekan. Bu munosabat bilan Uyg'ur muhojirlarining, musofirlarining yoki panohlanuvchilarning hozirgi masalasini muzokara qiladigan shunday bir programmani o'rinlashtirilganligi favqulodda muhim bir ahamiyatli xizmat. Buning uchun tabriklayman. Endi Uyg'ur muhojirlarimiz shu hozirgi shu dunyoning har yeriga taralgan, o'xshamagan jo'grafiyada yashayotgan, har xil siyosiy bisim ve siyasi tehdit aslında özünün hayati bir xatarligini kapaletki kılınmagan şuna perişanlık için turvatıdır. Yani az sondaki Uyghur muhacirler kanun ve hukuk cihetten kapaletki ilk aldı garip devletleri yaşayotgan bolsun. O'rta Sharq devletleri deb qaralgan Saudiya Arabiston bo'lsin, Arab Birleşme Halifaligi bo'lsin, Misr bo'lsin, hatta bazı cihetlerden Türkiye bo'lsin, onlardaki O'rta Asya devletlerinden Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistonlar bo'lsin, onlardaki Sharqiy Janubiy Asya devletleri deb atalgan Tayland ve başka Indoneziyadagi Uyg'ur muhojirlari bo'lsin. Yana bir jihatdan Afg'oniston, Pokiston, ya'ni shu Sharqiy Turkistonning hem diniy qo'shnisi, hem milliy qo'shnisi deb qaralgan shu davlatlardagi Uyg'ur muhojirlarning vaziyati haqiqatan ichinishli. Ichinishli deganimizda birisi bularning hayotiy xatarligi kapolatga ega emas. Ikkinchidan davlat tarafidan qo'g'dilish imkoniga ega emas. Üçüncüden kelgüsünü barpo qilish uchun ularning qo'lida yoki moddiy yo ma'naviy yoki boshqa jihatdan bir imkonlari nihoyatda cheklik. Unda bo'lgani uchun bu musofir, bu muhojir qarindoshlarimiz davlatlarning himoyasiga erishmay turib, yani Xitoyning bo'lgan sira kuchlanayotgan chegara atlab bostirish tahdididan qutulolmaydi. Bular shaxslar taqobil turadigan masalalar emas. Xitoyning chegara atlab Uyg'ur muhojirlarga, musofirlarga qilayotgan hujumlarga faqat davlatlarning qo'g'dinishi
devletler tarafından verilgen şu Uygur muhacirlarının hak hukukunun kapalı kılınışı, Anadolu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın münasebetlik organlarının ve şu Uygur misafirliklerini qoğdaş cihattan kanuni mesuliyetli ega devletlerinin kol çıkarıp bu meseleni özlerinin gün tartibga ilish bilan hal bo'ldi. Bu munosabat bilan şu Marrakeş'nin Kazabalanka turmusida turayotgan İdris Hasan qarindishimizni unutib qolmasligimiz kerak. Şu bütün resmiga qaraganimizda Uygur muhacirleri yoki musafirleri iğir derecede perişan holatda turibdi. Bu perişanlık iqtisodiy jihatdagi qiyinchilikni ko'rsatmaydi albatta. İqtisodiy jihatdagi qiyinchilik ba'zi fuqarolarda Norvegiyadan bor, Germaniyadan bor, Kanadadan bor. Lekin bu yerdagi asosli qiyinchilik bu qarindoshlarning siyosiy huquqlarining va bularning inson haqlarining kafolatiga ega bo'lmasligi. Ana mumkin bo'libmi? Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan hozirgi irqiy qirg'inchilik şu tehdididan o'zining hayotini qutqarish uchun chiqqan qarindoshlarimizning nurg'unlarining hammamizga o'xshash oilalari vayron bo'lgan ig'ir jismoniy va psixologiyalik besim ostida bu qarindoshlarimizning tibbiy jihatdanmi yordamga va o'zini asliga keltirish uchun to'liq himoyaga muhtoj ekanligini unutib qolmaslik kerak. Demakki bu xizmatlar bu qarindoshlarning xotirjam bo'lishi emas, balki hayotini asliga qaytarishi, normalga keltirish uchun cho'qim davlatlarning yordami bo'lishi kerak. Buni munosabat bilan şu Uyg'ur tashkilotlari va dunyodagi butun şu xalqimizning taqdiri ko'ngil bo'lgan qarindoshlar bilan o'z davlatlarida va o'zining qo'lidan kelgan cham yetgan darajada şu Uyg'ur panohlang'uchi bexatarlik bo'lmagan qarindoshlarimizni bexatarligini kafolat qilish uchun har xil faoliyatlarni olib boryotdi. Men ishonamanki bu programma bu qarindoshlarning dardini yengillatishga va yoki bu qarindoshlar qanday bir kelgusida imkonlar bor shuni tushundirish uchun yaxshi bir fursat deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat, hurmatli Mehmet To'xta apandi. Nihoyat yaxshi tushuntirib berdingiz. Haqiqatan Uyghur muhacirlarninki ahvoli unchalik yaxshi deb ketgil bo'lmaydi. Nurg'un yerlarda hatto o'zining ishigidan chiqolmaydigan, tamtirab, qo'rqib, hayotiy bexatarlikka ega bo'lmagan ahvollar jiq ko'rilyotidi. Hatto tutilib Xitoyga yetkazib beriladigan, hatto davlatlar buning hamkorlashadigan. Bu tarafdan Uyghur muhacirlarning masalasida nihoyat nurg'un masalalar bor ekan, lekin Dunyo Uyg'ur qurultiyi eng jiq kuchini muhacirlar masalasiga chiqaryotidi. Nurg'un iqtisodni muhacirlar masalasiga tortadi. Bu yerda deb o'tishga tegishli narsa hamda hozirgi Po'lat Soyim apandi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi muhacirlar ishxonasininki direktori, raisi. U kishi Avstraliyada bo'lg'achqa bugungi bu suhbatimizga taklif qilolmadik vaqt masalasi tufaylidan. Bugungi suhbat jiddiy bo'lib qoldi. Bo'lmagan bo'lsa, apparat Po'lat apandimi qatnashgan bo'lsa, hozirgi masalalardan bir qur tunishtirib o'tgan bo'ladi. Lekin oldimizdagi kunlarda bizniki tayyorligimiz bor. U to'g'riliq bir suhbat o'rlashtirishni planlagan. Oldimizdagi kunlarda bo'ldi inshaalloh. Hamda hurmatli G'ayir Qurbon apandi, bugun shu muhacirlarninki huquqini qo'g'daydigan 22 tashkilot, ya'ni dunyodagi boshqa Dunyo Uyg'ur qurultiyining boshchiligida boshqa 70 ga yaqin Uyg'ur tashkiloti bilan birlashib, umumiy bir birlashma bayonotini e'lon qildi. Bu bayonotning mazmuni nima? Qaysi tashkilotlar bu bayonotga qo'l qo'ydi? Bu to'g'riliq sizdan olgan bo'lsak, rahmat. Ko'p rahmat ziyoratingiz uchun. Assalomu alaykum, hurmatli dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar, sizlarga Berlindan cho'nqir salom. Albatta bugun bu xalqaro muhojirlar kuni munosabati bilan bu yerda muhojirlar masalasi to'g'riliq so'zlashib o'tirdik. Bu xalqaro muhojirlar kuni haqiqatan bu dunyoda o'zininki irqiy kamchilikka, irqiy kamsitishga uchrash, irqiy qirg'inchilikka uchrash, o'zininki haq huquqlari dafsanda bo'lish
ve her türlük tilga ağılı bolduğan ve bulmaydıgan zorluk zumbulıklarga uçraş sebebinden dünyanınki her tıkayız taraflarına özünün kindiki tökülgen anı vatanidan ayrılıp yaşashga mecbur bolgan şu iltijachilar ve muhacirlarninki haq hukukunu qo'g'dash uchun atalgan mühim bir kun. Bunda bir kunda dünyadaki her qaysi joylarda aziz vatanimiz Sharq Turkistondan Xitoyning zulmi tufaylidan ayrılışga mecbur bo'lgan o'zimizningki qimmatli ota-onalarimiz, urug' tuqqanlarimiz, do'stlar birodarlarimizni tashlab her davlatlarda sarson bo'lib yashashga mecbur bo'lgan Uyg'ur masalalarininki, Uyg'ur qarindoshlarimizning, Uyg'ur muhojirlarininki masalasini kun tartibga kelgan bir kun. Bayam Mehmet To'xta Efendi nihoyatda atrofli, umumyuzlik ve cho'nqur holda Uyg'ur muhojirlar masalasi to'g'riliq bir tushuntirish bayon qilib o'tdi. Haqiqatan buningga qatnashadigan tarafim yo'q. Uningdan boshqa bayam siz degandagidek Dunyo Uyg'ur qurultayiniki muhojirlar komitetinin müdiri Polat Saim Efendi mush vazifaga o'tlagandan boshlab ve hatta uningdan burun Uyg'ur muhojirlarininki masalasi to'g'riliq dunyoning har qaysi joylarida jiq fidokorliklarni ko'rsatib kelmoqda. Aslında o'zi bo'lgan bo'lsa bu savollarga texmo yaxshi javob berdi. Albatta biz Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lish sifatimiz bilan bu Uyg'ur muhojirlar masalasini qurultayimizniki intayin mühim xizmat programlarının birisida tutib kelyapmiz. Ta qurultay boshlangandan boshlab, qurilgandan boshlab ta bugunga qadar o'zimizniki iqtisodiy ahvoli va boshqa imkonlarimizniki qanchalik cheklik bo'lganidan qat'iy nazar biz Uyg'ur muhojirlar masalasida eng mühim xizmatlarning bir sifatida tutib kelib ishlab keldik. Albatta bugungi shu xalqaro muhojirlar kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi shu Asiya Tinch okean muhojirlar manfaatini qo'g'dash tashkiloti va shundaqla ve şunun o'xshaydigan 20 dan ortiq shu muhojirlarniki haq huquqlarini qo'g'dash sohasida dunyoda vazni bor, nomi bor ve ta'siri bor bo'lgan 22 tashkilotninki o'rtaq bir bayonnomasiga biz Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lish sifatimiz bilan Dunyo Uyg'ur qurultayini tashkil qilgan tashkilotlarimizni keynimizga olgan, ularga tayangan asosda biz bu birleşme bayonotga imzo atdik. Bu bayonotninki mazmuniga qaraydigan bo'lsak, bu yerda 4 tane, yani 4 yadroluk talep o'tirib qo'yilgan, ya'ni dunyodagi abay deb o'tgandagidek xalqaro 20 dan ortiq tashkilot ve Dunyo Uyg'ur qurultayi ve onu tashkil qilgan 30 dan ortiq tashkilotlarniki birleşmesi bilan imzosi bilan bu dunyoga cümleden Birleşken Devletler Teşkilatı musafirlar Ali Kengeshiga ve shundaqla her qaysi devletler ve parlamentlarga e'lon qilgan bu ochiq bayonotida bunda 4 yadroluk nuqtani ko'rib ketishga bo'ladi. Ya'ni birinchidan shu davlatlarniki o'zi turishliq o'ziniki davlatiga panohlik tilab kelgan Uyg'ur musofirligiga nisbatan qulaylik yaratib berish, ularni Xitoyga qaytirib bermaslik uchun zarur bo'lgan tadbirlarni elish ve shundaqla o'zining imkoniyat yetgan doira ichida dunyoniki boshqa joylarda sargardon bo'lib qolgan va qiyinchilikqa uchrab qolgan Uyg'urlarni yordam qilishni o'ziniki davlat hukumat programmasiga o'z ichiga elishni talab qilgan bir talabimiz bo'ldi. Uningdan boshqa ikkinchidan shu har qaysi davlatlarniki adliya sistemasining bu Xitoy davlatininki adliya tarmoqlaridan kelgan Uyg'urlarni o'tkazib berish, Uyg'urlarni Xitoyga qaytirib elish bu talablariga moslashib bermaslik, talablarni rad qilishdan iborat muhim bir talabimiz bo'ldi. Uningdan boshqa yana uchinchidan shu dunyodagi har qaysi parlamentlarga o'zi turishliq davlatlarninki muhojirlar ve musafirlar işlerini bir taraf qilgan organlar ra'y qildigan qonun nizomlarni tuzib chiqib bu davlatlardan Uyg'ur muhojirlarini qaytirib etmaslik, ularning ishlarini osonlashtirib berishdan iborat qonun ve tertiplarni tuzishni talab qilimiz bo'ldi ve oxirida yana bu Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Ali Kengeshidan navbatda aziz vatanimiz Sharq Turkistonda yuz berayotgan
irqiy qirg'inchilikni ko'zda tutib, Xitoyninki butun dunyoga kengayayotgan ta'sirini ko'zda tutib, dunyoning har qaysi joylarida qiyin ahvollarga uchrayotgan, qiyin ahvollarga duchor bo'lgan aziz Uyg'ur qarindoshlarimizning oldiga yetishini va ularniki bu siyosiy panohlik, oila jamlashtirish qatorliq jonajon manfaatlariga qo'lidan kelishicha yordam qilishlarini va bu haqda maxsus qonun tuzum va farmonlarni o'tirib qo'yib, Uyg'ur xalqi vatanninki sirtida iztirob chekayotgan Uyg'ur muhojir qarindoshlarimizga yordam qilishni talab qilish bo'ldi. Bu degandagidek shu xalqaro muhojirlar kunida e'lon qilgan muhim bir birleşim bayonotimiz bo'lib hisoblanadi. Bu kunda shu o'zimiz turayotgan davlatlarniki asosliq kun tartibiga qaraydigan bo'lsak, muhojirlar temisi shu davlatlardagi shu kunlik muhim xabarlarniki birisi bo'lib hisoblanadi. Köpten köp rahmet, nayet yaxşı tushuntirib berdingiz. Ahamiyatli bir chaqiriq bo'libdi. Buningga qo'l qo'ygan tashkilotlar, Uyg'ur tashkilotlari nayet ko'p ekan. Endi yana bir savolga kelsak, bugun Kanada parlamentida kishini xushal qilgan tarixiy bir qaror elinibdi. Buningdan nayet Uyg'urlar nayet ko'p suyundi. Bu xabar Kanadaning dangliq taratqullariga bugun tarqalibdi. E'lon qilinibdi. Siz Mehmet To'xtapandi, hurmatli Mehmet To'xtapandi, mush ishqa uzundan buyon eng ko'p kuch qo'shayotgan kishilarniki bir bo'lish sifatingiz bilan bugungi bu Kanada parlamentida e'lingan qaror kimlar tarafidan sunildi va buningki tarixiy ahamiyati nima? Bu to'g'riliq bir keng Uyg'ur jamoatchiligiga so'zlab bersangiz rahmat. Ko'p rahmat. Bugun Kanada parlamentida şu 4 yıldan bu yan mevcut kevattan bir gayemiz var etti. Bexatarlik erişemeyen, özünü yeterlik derecede qoğdaşqa erişmedim deb qaragan yoki davlat qo'g'danishidan mahrum holda har vaqt Xitoyga qaytirilish tahdidi bilan yetib qo'yayotgan qarindoshlarimizni Kanada'da bexatarlikka erishtirish haqida shu 4 yildan buyon tirishchanligimiz battı. Bu uzundan buyon to'xtovsiz holda harakat qilish natijasida dastlabki komitetlardan qaror chiqarish, siyosiy tavsiyalar chiqarish, eng oxirida munosabatli organlar bilan, munosabatli ministerliklar bilan uzluksiz dard etish, ko'rishish, shu natijada hamda hozirgacha Kanada parlamentida 3 komitet shu Uyg'ur qonunchilarning Kanadaga kelib bexatarlik berish haqida qaror olgan. Dastlabki qaror 2020 yili 10-22 kuni Kanada parlamenti kishilik huquq komitetidan chiqqan. Keyingi qaror 2021 yili 3-12 kuni Kanada tashqi ishlar komiteti, Kanada parlamentining tashqi ishlar komitetidan chiqqan. 3-chi qaror bo'lsa, shu tahi 2 oydan biraz oz vaqt ilgari Kanada parlamentidagi ko'chmanlar doimiy komiteti shulardan 4 partiyaning o komitetdagi vakillarining o'rtaq ovoz berishi bilan hozir Ukrainaliklarga Kanada yo'lga qo'yayotgan alohida ko'chmanlik imtiyozidan Uyg'ur panohlanuvchilarning foydalanishi, shu imtiyozni hukumatning Uyg'ur panohlanuvchilariga berish haqida bir qaror ma'qullab, buni hukumatga sungan. Endi bugünkisi nima deganda bu komitetning emas, butun shu komitetlardan chiqqan qaror va tavsiyalar va bizning harakat ilib borgan faoliyatlarimiz bilan Kanada parlamentiga shu taklif rasmiy sunildi. Endi bu Kanada parlamentiga sunilgan taklif bugun undaq muzokara bo'lmaydi, chunki allaqachon 3 komitetdagi 4 siyosiy partiyaning millat vakillari allaqachon buni birdek ovozda ma'qullab qo'ygan. Shuningdek ovozga berish, talashlar u bo'lmaydi. Undan keyin Kanada tashqi ishlar ministerligi bilan Kanada ko'chmanlar ministerligi bilan bu bugungi bu qaror taklifi parlamentga berilishdan burun shu qaror taklifida ishlatilgan so'zlar anadan keyin bu panohlanuvchi Uyg'ur panohlanuvchilarining soni va
qanchalik vaqtda bu ishlar bo'lishi kerak degandek konkret masalalar ustida ichki ministerlik bilan hali uzun 3 haftadan buyon jiddiy muzokaralar olib berilgan. Shunlashqa hukumatning bilmaydigan bir nimasi emas. Endi bugun qarorning yoki Kanada parlamenti sunilgan bu qarorning ahamiyati nima deganda tunji qatam bu Uyghur panohlanuvchilarni Kanadaga ekilishda eng tuman son bekitildi. Eng tuman son 10 ming. Yuqori cheklamasi yo'q. Ikkinchidan qanchalik vaqtda bu Uyg'urlar mushu Kanada kelib bo'lishi kerak. Bu muzokaralarmi bo'landi. Ya'ni bu yil hukumatning bu ishni qilolmaydiganligini, chunki hozir oldinala o'tgan yildan boshlab ishlayotgan Talibanlar Afg'onistonni besib olgandan keyin Kanadaning askariy qo'shinlariga va Kanada vatandoshlarga afg'onlarning tuqqanlari bo'lib, shu Taliban rejimi ostida tahdid uchragan 40 mingdak afg'onni Kanadaga ekilish uchun hukumat baldo tuzgan va e'lon qilib ishlayotgan bir programmasi bo'lgani uchun bular bilan tang qadamda boshni ilib boradiganga logistik yoki ta'minot orqa xizmatlari mushtat yetishmaydiganligini deb 2023 yılı belirlik son kildigan, 2024 yılı en az 5000 son kildigan, kalgan yıllara her yılı iş bardigan. Şunday bir konkretni vaqt jadvalimi tuzlagan bo'ldi. Hamda onundan keyingi bosqich, bugundan keyingi bosqich Kanada hukumatiga tushgan vazifa bo'ladi. Chunki Kanada hukumati shu parlament topshirgan vazifani qanday ijro qiladi? Qandaq bosqichlar bilan, qandaq konkretni qadamlar bilan bularning bexatarlik tekshirishi, qancha odamning pasporti yo'q, qancha odamga Kanada sayohat pasporti berish kerak, bu insonlar qaysi o'lkalarga o'rinlashtirilishi kerak, bu insonlarning davolash sigortasi, bu insonlarning bütün ehtiyojlar hatto aeroplan biletlarigacha shu bo'lib 6-7 ministerlik chetildigan cho'ng hajmli bir xizmat. Shunlashqa hukumat bu planni tuzish kerak. Tuzib parlamentga buning nimasini yo'llash kerak. Yoki ministerliklarga bu vazifani konkretni alda tushirish kerak. Agarchanda navada eng kichik ehtimol bo'lsa-mu, yoki hukumat o'zgardi, yo o'ldi, yo bo'ldi, navada hukumat bu ishni aqsitib qo'ysa, hozirgi parlamentdagi hozir birlikka kelgan fikr shu, u vaqtida Uyg'ur panohlanuvchilarni Kanadaga ekilishda qonun loyihasida ma'qullash, ya'ni qonunlashtirib Kanada hukumatiga qilmisi bo'lmaydigan bir vazifa sifatida qonuniy vazifa sifatida yuklash. Yani hukumatmi parlamentning agar bu ishni hal qilmasa qonun loyihasi bilan keldiganligini bilgan bo'lg'achqa bu haqiqatan hamda hukumat belgilik plan program tuzdi deb qaraymiz. Buning hukumat va parlament tarafdagi ahamiyati shu. Hamda Uyg'urlar uchun ahamiyati nima deganda o'sha g'arb dunyosiga o'sha Sharqiy Turkistonda Xitoy besib olgandan buyongi o'sha Uyg'urlarning ko'chish tarixida g'arb dunyosiga hukumat programmasi bo'yicha kelgan yoki ekilingan eng cho'ng son, ya'ni Uyg'urlarning tarixidagi mayli o'tmish, mayli hozirgi buningki men shunday bir son bo'lamdi yo'q, shunday bir ko'chish bo'lamdi yo'q, uni bilmayman. Agar ko'chish bo'lsa-mu, bu faqat Kanadada mumkin bo'ladi. Boshqa davlatlarda unda 10 ming, 20 ming Uyg'urni qabul qilish yoki qabul qildirish xizmatlari biroz tezkor to'xtashi mumkin. Mumkin, ammo tezkor to'xtashi mumkin. Bu Kanadaga bu Uyg'urlarning ko'chishi tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bo'ldi. Ana lekin da'voga qanday ta'sir bo'ldi deganda, Kanadaning muarif sistemasi shu dunyodagi bütün devletlerin muharip sistemi işlediğinde nayet evzel şarayetga ega ve yuqori derecede terakki qilgan muharip sistemasiga ega. Yani bir jihatdan Kanada ko'plagan o'lkalarda hamda qo'sh tillik bo'lib bolalar tarbiyalandi. Birisi inglizcha, birisi fransuzcha. Biz ko'ryapmiz Zumrat Erkin singlimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi qanchalik kuch beryapti shu qo'sh til bo'yicha. Shunlashqa bu kelgan qarindoshlarimizning bolalari bu Kanadada bu ta'lim tarbiyani ko'radi ve bizning da'voga bo'libmi xalqaro sahnalarda xalqimizga eng kuch beradigan hem zamonaviy bilimlarga ega, hem o'zining milliy urf-odat, diniy e'tiqod jihatdan kuchli, anadan keyin har xil dunyo tillari bilan qurollangan yaramli kishilar bo'lib yetishadi. Nurg'un ba'zi bo'libmi ba'zi qarindoshlarda shu
gayri resmi halda tarqıtıvatkan uşak üsek sözler var. Kanadaga bası bu Uygurlar Hristiyan bu ketidi ekan yoki Akkurt degandek. Kanadaga kelsa bu Uygurlar musulmonlik texim kuchayib ketadi. Yani burun mundaroq musulmon bo'lgan bo'lsa, chin musulmon bo'ladi. Kanada shunday bo'ladi. Chunki diniy erkinlik to'liq kapolatga ega bo'lgan bir davlat. Yana bir jihatdan Ottawada bo'lsin, mayli Torontoda bo'lsin, shu chet ellardagi Uyg'ur jamoatlari solishtirganda, Kanadadagi Uyg'ur jamoatlari o'zining masjidlariga, Allohning tarbiyalanishiga eng ko'p ko'ngil bo'lgan va Torontoda shu nayta cho'ng 500 kishi namoz o'qiganligidek bir burun 150 yıl çirkav bo'lib ishlatilgan bir çirkavni setilib masjidga aylantiralagan xalq yashaydi. Ottawa'dami ham masjidimiz ham madaniyat markazimiz. Shunda bo'lg'achqa bu bolalarning mayli milliy ona tilda, mayli diniy tarbiyada yetish uchun bu jamoat azaldan boshlab kuchab kelgan. Shunlashqa butun nuqtalarni o'ylaganda taki mayli Turkiyada bo'lsin agar kelishni xohlaydiganlar, mayli Saudiya Arabistonda bo'lsin, hatto Afg'oniston, Pokiston, O'rta Osiyoda bo'lsin, hatto bu programmani balkim biz kengaytirib, hozir Xitoyning ichki elkalarida o'qiyotgan 20-30 mingdan ortiq Uyg'ur yoshlari bor. Agar ular pasportlarini hal qila olsa, shu yerdagi yoshlarni yetkazishdan boshlab bu kengaydi. Ba'zi qarindoshlarimiz deydi, Turkiyada shunday vatandoshlik ayotibdi, buni qanday qilamiz? Bu haqida savollarni ko'p tushadi. Turkiyada vatandaşlık elayotgan qarindoshlar uni murojaat qilayotganlar u o'zlarining ixtiyorligi bo'yicha bo'laversa bo'ladi. Bu bir odam majbur qiladigan ish emas. Shu qarindoshlarimiz mushman foydali deb qaragan bo'lsa, vatandaşlıkni elayversa bo'ladi. Ya'ni bu 20 ming yoki 10 ming bu nim bo'lsin, eng tuvanchak 10 ming bu keladigan Uyg'urlarimiz cho'qim chiqadi. Agar chet eldan chiqmasa, vatandan chiqadi. Ammo bu sonni to'ldiramiz. Hozir Afg'onistonda bizdek Uyg'urlar borligini qilyapti. Nayt sharoitda Pokistonda uchralar kelyapti. Saudiya Arabistonda hozir nayt qiynab oldi qolgan nurg'un qarindoshlarimiz bor ekan. O'rta Osiyoda bir mingdek bu qitimqi milliy kengashga kelgan vakillardan so'radim men. Bir mingdek yoshirib ketgan, hatto ba'zilari lagerdan tutulib chiqqan qarindoshlarimiz bor ekan. Shularning umumiylik aytganda Kanadaga kelgan bu 10 ming sonni to'ldiradigan Uyg'urlar bor. Türkiye'de qarindoshlarimiz o'zlariga nima qulaylik bo'lsa shu yo'lni tutaversin. Onun herkes vay anaqil, manaqil deydigan nuqtada biz o nuqtada emas. Qarindoshlarimiz o'zlarini qanday bexatar his qilgan bo'lsa, qaysi yo'l o'ziga foydali deb qaragan bo'lsa, shu yo'lni tutsa bo'laveradi. Lekin eng oxirgi hisobda Kanada parlamenti hamda bu qandaqdir bu Uyg'ur tashkilotlarining elib qolgan faoliyati bo'lishdan xalqib, hozir Kanada parlamentining vazifasiga aylanib ketdi. Hükümet bilen parlament o'tirdigan ish. Unda bo'lg'achqa bu bo'ladi. Bo'lmasa, taki bo'lg'acha biz to'xtab qolmaymiz. Shular qarindoshlarimiz qalaymiqa uchurlarni qilmay, bu davlatning chaqi ba'zi vaqtida asti cho'glab qoladi, tayyorliklar putmay, nim qilmaydi. Bo'lib Kanada kelinglar buni viza nima qilsanglar qilinglar unda ekanmaydi. Aeroplan bilet aldigan puli yo'qlarga aeroplan biletini tayyor qilib, turadigan yerini tayyor qilib, qaysi ülkəyə orlaşsa, şu yerning muharib sistemi, ballar olsa, şularning yeslisi, bu kişilərning ingliz dili öyrətadigan məktəbləri həmmə nərsini taqib bulub, anandan keyin kelinglar deydi. Şununğa vaqt ketadi. Bugun keliblər ətimində digilolmaydı bu işni. Nurg'un qarindoshlar, nurg'un ümidsizlik bo'lganlar bor. Shu munosabat bilan bizning haqqimizda har xil gap qilganlar bor. Davlatning ishlari unda oson bo'lmaydi, lekin shundaqmi? Shu bir Uyg'ur tashkilotining Kanada devletiga shunchalar ta'sir qilib, 10 ming Uyg'urning Kanadaga yetkazishdan iborat bu qarorni chiqarishi hammamiz bir insof bilan qilsa nayt cho'ng ish. Dunyo tarixida cho'ng ish. Shunlashqa bu olqishlaydigan bir masala. Vaqt ketamdi, vaqt ketadi. Bir kunda bo'lgan bo'lsa biz qo'shiladik, lekin unda bo'lmaydi. Davlatlarning o'zining vazifalari va hukumatlarning beshida o'zining chichidan ko'p ishi va shuning ichiga mushishni qistirib qoyillanmaganni qoyil qilib, harakatlantirish tegishli kuchlarning hammani harakatlantirib, parlament hammasidan shu darajaga keltirishning o'zi ba'zilar deydi, bu sizlar qanday mushishni bijadinglar bizning hozirgacha nurg'un millatlar bor bu yerda. Shu tuqqanlarni ekilanmayapti. Shunday sharoitda bu darajaga kelishning o'zi oson emas. Bu ishni qilib baqqanlar bildi. Shunlashqa bu kichikgina tushunchani men berib qo'yishni ma'qul ko'rdim. Rahmat.
Köpten köp rahmet hürmetli Mehmet Toxta Efendi. Biz muş işiniki başlanğandan tatip xabarimiz var. Bu hizmetni qilish uchun ün-tinsiz nurg'un jabr jafolarni tatdinglar Kanadada. Buning uchun azarmi yemidinglar. Lekin Allah jamoat ko'rib turyotidi. İnşallah buniki yaxshi bir natijasi chiqibdi. Uyg'urlarniki 10 minglab Kanadaga berishi Uyg'ur davası uchun bitmas tugmas biz bir kuch qo'shalaydi. Chunki intayin yaxshi bir ma'rif sistemasi bor bir davlatga 10 ming Uyg'urning berishi hakikaten til bilan tasvirligisiz bir kuch quvvat ato qildi Uyg'urlarga. Chunki ma'rif Uyg'urlarniki kelgusini belgilaydi deb o'ylaymiz. Buning uchun sizdan Alloh razı olsun. Ko'pdan ko'p rahmat. Müşahede. Yani bu noktani yani bu noktani. Mesela şunu bir xiyal qilayli. Bugün Kanadaga şu 10 ming Uyg'ur keldi deyli. Bu Uyg'urlar ayda $10 bir yerga iyana qilsa 100 ming dollar şu zaman bitay oldu. $100 iyana qilsa şu Uyg'ur mesela 10 ming Uyg'ur $1 milyon bir kunda tayyor oldu. Ma iqtisodiy kuchni o'ylash kerak. Chunki Kanada tug'anlar $100 iyana qila oladi. Bir Yevropa tug'anlardek. $10 $20 choy puli hisobida qila oladi. Agar chet eldagi bir qarindishimiz yoki chet elda bir shundoq safarvar bo'lish tegishli kishi bo'lsa, kashki shundoq qarindoshlarimiz bo'lgan bo'lsa, ya'ni bu safarvarlik bilan bu hem iqtisodiy jihatdan hem davoning kelgusi yo'nalishi bo'lsa, hamma narsani odin ziyga o'zgartiradigan kuchli potensiali bo'lgan bir nima. Shunlashqa men qon terimni beryapman, butun narsalar qaramay beşimde işimiga tiqib evvelallah men bir müşini bir amalga oshirish uchun terishay deb shunda terishib kelishimdan sababim shu. Birisi kelgusi avlodlar, ikkinchisi bu qarindoshlar kelgandan keyingi davorimizga yaratadigan potensial kuch. Uchinchisi hech bo'lmasa shu chechilib turguncha Kanadada bundan keyin shu g'arb dunyosida yashayotgan Uyg'urlarning navbati pensiyaga chiqib qolsa bir yer kelib bir Uyg'ur mahallasi o'zining jamiyati bilan shunaq bir nima qiladigan bir muhitni yaratish. Bu mening kelgusidagi Alloh hayot qanchalik umr berdi bilmaymiz. Hech bo'lmasa shuning xiyollarini amalga oshirish uchun besilgan qadamlarning birisi. Ya'ni mencha bu ham xalqimiz nazdida ham Alloh nazdida bir xayrli qadam deb qarayman. Amin. Amin. Ko'pdan ko'p rahmat. Shundaqdimi? Salohiyatimiz toshmasimi? Butun dunyo jamoatchiligi Uyg'urlarning hamdan sizga rahmat aytaman. Shuning suhbatimizni yana davomlashtiraylik. Endi ko'ryapmiz Uyg'urlar masalasi xalqaro kun tartibga kelyapti, keldi. Bag'an sir zo'rayapti. Nurg'un davlatlar kishilik huquq tashkilotlari shundoqla bu ishga ko'ngil bo'lgan shaxslardan tortib Uyg'ur davosiga oz to'la bo'lsa kuchini qo'shishga tirishyapti. Masalan, bugunmi Dunyo muhojirlar kuni munosabati bilan 22 dan ortiq xalqaro shu muhojirlarning huquqini qo'g'daydigan tashkilot Uyg'urlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan birga bayonot e'lon qildi. Lekin bu yerda afsuslanarli bir ish, bu yerdagi bayonotniki Abay G'ayur Efendi so'zlab o'tdi, yaxshi mazmunlar bor ekan, lekin bu mazmun bir taraf qilib bu yerda ishlatilgan atalg'u talash tortish paydo qilib, buyurdi bir avorchilik keltirgan ahvol bo'ldi. Hamda bu to'g'risida ikkilanlarga o'rtaq bir savol. Bu atalg'u masalasini xalqaroda ham Uyg'urlar tarafdan qandoq tonishimiz kerak? Bu zodi atalg'u masalasi zodi bir qandoq bir ish. Buningga ikkilanlar bir savol o'zinglarning tushunchisini deb bersanglar, oldida G'ayur Efendi qilib beraman. Tamam. Yaxshi bir savolni so'radingiz. Oldi bilan shu ekran oldidagi qarindoshlarimizga shuni degim keldi. Sharq Turkiston Cenab-ı Allah Teala egimizniki bizniki ata bo'ldirimizga, Uyg'ur va Turkiy, boshqa Turkiy xalqlarga ato qilgan bir zemini el-misaqdan boshlab ulug' ajdodlarimiz uy, vatan, makon qilib turgan zemin va bizniki bu bugungacha kurash qilishimizniki shu Xitoyga topqizib qo'ygan shu vatanimizni qo'limizga ilishimiz uchun
kurash qilishimizniki g'oyasi va bizningmi avvallikla bizning o'zimizniki qizil chiziqi. Albatta biz bu yerda bu Sharq Turkiston yoki Uyg'ur diyori va yoki ba'zi biz xohlamaydigan ismlarniki dunyo siyosiy sahnalarida o'tirg'i chiqishi to'g'riliq har xil fikrlar bor. Bu orqada bu to'g'rida men o'zimniki bir qancha ko'z qarashni o'tirib qo'ymoqchi. Birinchidan bu Uyg'ur masalasi, Sharq Turkiston masalasi albatta biz uchun jonajon masala, jonajon manfaat bo'lganligi biz uchun to'liq bilingan bir masala bo'lgan bilan, lekin butun dunyoninki umumiy vaziyatini ilib qo'ymoqda texi mush yaqinqi yillargacha jumladan Xitoyninki Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatini boshlaganga qadar texi u qadar keng ko'lamda bilingan, ya'ni bu akademik va davlat siyosatini belgilaydigan bir qism o'rinlardagi insonlardan boshqa normal xalqlar pek bilib ketolmagan bir masala edi. Bunda bir sharoitda, ya'ni bu Uyg'ur degan bu odamning ismimi yoki bu yeydigan bir saymi, bu tomoqning ismimi deydigan chet elliklar bir qancha yilning oldidagi. Bunda bir sharoitda bu Sharq Turkiston degan ismniki tonilishi, bilinishi va jumladan ular tarafidan qabul qilinishi u necha osh pishim, necha tog'dan keyindik yasilandi. Shuning uchun albatta biz bu Xitoyninki Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka siyosat tufaylidan va jumladan Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi barliq tashkilotlar, peshqadam, jangovar, qahramon Uyg'ur faoliyatchilari qarindoshlarimizningki o'zsiz kuch ko'tarishi bilan bu masala jumladan Uyg'ur xalqininki inson haqlari masalasi bugun kunlikda butun dunyo tarafidan bilingan bir masalaga aylandi. Muşning o'zi nayt bir cho'ng utuq va mushu utuq buningki keyingi qadamda Uyg'ur masalasiniki noqul oldi inson haqlari masalasi emasligi, uningki zimin va vatan davosi ekanligidan iborat yana bir baldoq ko'tarilishning asosi. Chunki bu bardoq besilmay turib, uni qilish tamamen mumkin bo'lmaydi. Bu birinchi taraf. Ikkinchidan, albatta bu qaysi ismi deyish bizning haqqimiz, bizning tanlashimiz bo'lgan bilan qaysi ismni qo'llanish shu ismni qo'llangan insonlarning haqqi. Biz degandagidek mayli bu biz erkin g'arb davlatida bo'lmasin, boshqa davlatlarda bo'lmasin, bizning bu deyish haqqimiz bo'lgandek, xalqni qabul qilish yoki qabul qilmaslik haqqi bo'ladi. Bizda Abay deb aytgandagidek bu bayonot, ya'ni birlashma bayonot 20 dan ortiq xalqaroda vazni va o'rni va ta'sir bo'lgan bu muhojirlar xizmatida tashkilotlarniki bir oraga kelib, Uyg'ur muhojirlar masalasida Birleşken Devletler Teşkilatı'na ve cümleden davlatdagi ta'sir bo'lgan davlatlarga va parlamentlarga qilgan xitobi. Buni bular tayyorlagan va bular buningda Uyg'urlarningki ovozining va Uyg'urlarningki bu yerda o'rniningki bo'lishni istagan bo'lganligi uchun biz bu yerda Uyg'ur xalqiningki jonajon manfaatini, Uyg'ur xalqiningki navbatdagi davosiningki foydasini chiqish qilib turib, pragmatiklik asosida biz bu masalaga Uyg'ur diyori degan ismda, chunki mushlar qabul qilgan ya mush ekan, buning u tarafini ular qabul qilmaydi ekan, uning tövbini biz qabul qilmaydi ekanmiz. Shuning bilan biz hammamiz, ya'ni mushadagi 20 dan ortiq butun xalqaro tashkilotlarniki qabul qilgan nuqta shu bo'lganligi uchun bu nuqtani Uyg'ur manfaatiga, xalqimizningki manfaatiga foydasi bo'ladi degan nuqtadan buni qabul qilishga majbur bo'ldik. Bundan boshqa shunda bir nuqtani eslatib o'tish kerakki, biz bu dunyoda siyosiy diplomatiyada qoidasi bo'yicha minishga majburiyatimiz bor. Chunki biz degandagidek biz bu yerda bir jangal yashmayapmiz. Biz dunyoda xalqaro o'zimizning kuchimiz yetgan bo'lsa-ki, bu davlatlarga dardimizni anglatamiz, bulardan xalqaroniki qo'llashini keltiramiz degicha Xitoydan vatanimizni allaqachon o'zimiz qutuldirib olalat. O'zimizning qurbati yetmagan bo'lg'achqa dunyoning xalqaroning jumladan shu xalqaro siyosatningki Uyg'ur masalasiga bo'lgan qo'llashini qo'l keltirishga majburiyatimiz bor. Demak, biz bu ehtiyojimiz bo'lgandan keyin biz albatta qanday vaqtimizni shu qo'llashni qo'l keltiramiz degan nuqtada amaliy izlanishimiz kerak. Buning uchun bugungi kunda dunyomizda mavjud bo'layotgan
xalqaralıq siyasi və diplomatiya qaydasıga boysunmay amalımız yo'q. Agar unda qilmasak, xuddi futbol musobaqasida futbol qaydasiga mos kelmaydigan, futbol qaydasi bo'yicha o'ynamagan mahirlarni bu maydondan chiqarib o'tgandek, u vaqtida Xitoyningki deganidek bo'lib, biz dünya sahnesinde özümüzdeki avazını anlatadigan, özümüzdeki mevcutluğunu anlatadigan, xalqimizning ahazarını anlatadigan, Xitoyningki xalqimizga qilayotgan zo'rlik, zumbulluqlarını anlatadigan ve özümüzge islahlik keltirib ve akıbette dünyanınki yardımı bilen, özümüzdeki küçü bilen ve cümleden yaratgan egimizden yardımı bilen, vatanimizdeki ve erkinlikimizni qo'lga keltiradigan bu noktaya yetib kelishimiz uchun xalqaro sahnelerde mevcut tüzümlerge, qoidalarga bo'ysunishimiz kerak. Cümleden elbette Sharq Turkiston bizningki anne vatanimiz, bizningki Xitoyning qo'ldan qaytarib akildigan mecburiyetimiz ve gayemiz ortaklaşkan bir nokta. Lekin dünya sahnesi için o yanılam Xitoyninki devlet Xitoyninki ihdacılıktaki bir zemin. Bunda bir nokta mevcut olan bir şaraitin aslında biz bu noktayı özgürtüş için kolumuzdan kilvatkan tırşakla kıvatımız. Lekin aldığımızda basılan yollar uzun. Hazır Uygur meselesi, Uygur insan hakları meselesi fevkalade xalqlarlaşkan bir başlıkta. Sharq Turkiston meselesi xalqlarlaştı diyemeyimiz. Bu noktada inşallah emdi kilimiz şunun qarab aka kitibatımız. Rahmet. Köpten köp rahmet. Qani Maramat Mehmet To'xtapandi. Şundak yaxshi tushuncha berildi qarindoshimiz G'ayur tarafidan. Bu shundoq talash-tortishlar qilinishdan burun men oddiyla bir narsani o'tirib qo'ymoqchi. Bugun Uyg'ur davosi qiziqayotgan jiq tashkilotlar bor. Uyg'urlar ko'ngil bo'layotgan jiq tashkilotlar bor. Ko'plari chet el tashkilotlari. Bu tashkilotlar yoki qasdan, yoki bo'lmaydi qolaylikni o'ylab, yoki bo'lmaydi boshqa bir tushuncha berib qo'ymaydi. Sharqiy Turkiston degan so'zni ishlatishdan biroz o'zini tortayotgan tashkilotlar jiq. Davlatlar mutlaq ko'p sonda. Unda bo'lgani uchun agar biz Sharqiy Turkiston demagan butun tashkilotlar yoki boshqalar bilan biroz ularning qilayotgan ishlarini, Uyg'urlar uchun qilayotgan ishlarini qo'llamaymiz yoki bularni edam qilamiz desak, biz bu davoni Uyg'urlarning dardini anglashimiz, boshqalarni edam qilishga butun vaqtimizni sarf qilishimiz kerak, chunki ular bekcha. Shunlashqa buni men amaliy jihatdan o'ylagan yaxshi. Ikkinchidan, bugun Xinjiang degan Uyg'urlar ko'ngil bilib, Xinjiang deganlarga aytdi Xinjiang degicha Uyg'ur rayoni desang texim yaxshi bo'ldi. Men Xinjiang degan mustamlik ism Uyg'urlar biroz yaxshi ko'rmaymiz buni. Tushundirib, ularni Uyg'ur degizish ehtimolligimiz kuchli. Uyg'ur degandan keyin 3-bosqichda Uyg'urlarning ona vatanining ismi Sharqiy Turkiston, samma materiallarni o'qib baq. Xitoylar bu ism, bu yerning ismini shu bu zaminni o'zini xitoylashtirish uchun xitoycha ism berib, shunday majburlagan deb uni qoyil qilish orqali Sharqiy Turkistonni tegizish imkonimiz bor. Agar uni qilmay, balani tashkilot Xinjiang debdi, Uyg'ur ko'ngil bilaman deb Sharqiy Turkistonni ularga yomonlab, qiydab, ularning nimalarini qo'llamay yoki ular qarshi kampaniya boshlatamiz desak, Uyg'ur davosini chet elda biz qilolmaymiz. Chunki Kanada parlamenti tunji qatimliq milliy qirg'inchilik qarorini olganda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida tirnoqchiga Sharqiy Turkiston deb bir qatim olgan, biz qo'shib olgan. Lekin undan keyingi parlament qarorlarida Sharqiy Turkiston degan so'zni ishlatmadi. Demakki, bir yerlardan bir uchur keldimi yoki nim bo'ldi, uni biz qilolmadik. Yevropa parlamentimi shunda, Amerikami shunda. Bularning nimasi qandaqda Uyg'urlarni ranjitish uchun ishlatmaydi o'simni. Faqat Xitoy tarafidan rasmiy ism deb shu nim qilingan bo'lg'achqa, shu ismni ishlatadi, rasmiy ism deb. Odamga ba'zilar deyish mumkin, unda aslida nima deb Xizang demay Tibet deydi. Xitoylar Tibetni rasmiy ism sifatida butun inglizcha Xitoyning o'zining matbuotlarida Tibet deb ishlatadi. Rasmiy holda. Tashqi ishlar ministrligi bergan bayonotida Xizang emas Tibet deb berdi inglizcha. Shuning uchun shunday ishlatadi. Mesela eski Mongoliya yoki hozir Janubiy Mongoliya deydigan bo'ldik.
Şunumu chet el Xitoyning o'zi yoki shu Ishki Mongoliya avtonom rayonini Xitoyning inglizcha matbuotlari Inner Mongolian Autonomous Region deydi. Yani Ishki Mongoliya deb inglizcha shunday. Xitoylar o'zlari shunday ataydi rasmiy holda inglizcha ataydi. Şunlaşqa chet elliklarni uni Inner Mongoliya deb ataydi. Lekin bizning vatan kelganda Xitoy hargiz Xitoychisida Xinjiang ama inglizchisida Sharqiy Turkiston deb ishlatmaydi. Şunlaşqa mushu jihatdagi bir Xitoyning qasddan ilib qolgan tashviqot sababidan nurg'un davlatlar, xalqaro tashkilotlar va boshqa tushuncha berib qo'ymasin yoki mushu yana territoriyasini Xitoy mushunda degandan keyin mush Uyg'urlarga oid territoriya ekan, men hozir shuni rasmiy bo'lganini ishlatib turay deb shunday ishlatadi. Yani qasddanlikdan yoki Uyg'urlarga o'chmanlikdan yoki Uyg'urlarni xafa qilay, Uyg'urlarni bir ranjitib olay deb ishlatmaydi. Shunlashqa masalani bunday o'ylash lozim. Endi Dunyo Uyg'ur qurultiyining eng ko'p sarf qilgan hozirgacha belgilik darajada muvaffaqiyatga erishgan xizmatining birisimi vatanimiz Sharqiy Turkistonning ismini asta ba'zi g'ayri rasmiy qurilishlarda yoki ba'zi rasmiy qurilishlar tarafidan Sharqiy Turkistonga asta ko'ndirishga boshladi. Bununla vaqt ketadi. Bizning tutilgan yo'limiz qaydash emas. Uyg'urlarga ko'ngil bilgan bo'lsa, hozircha unda deb tursinmi, biroz bu ishning ichiga cho'nqaroq kirganda, bu masalalarni cho'nqaroq taniganda, buni asta o'zgartib, bularni bu da'vodan yaklamay yoki bu da'vodan bularni dojitib boshqa yerga yo'lga sap qo'ymay, imkon bor tushundirish yo'li bilan buni asta nim qilaylik degan shu strategiyani tutyapmiz. Agar bunun qarshi turgan tashkilotlar yoki shaxslarning buningdan yaxshi chorasi bo'lsa, bir iflash bilan butun insonlarni Sharqiy Turkiston digizalaydigan bir mahorati yoki shunday g'oyibdan kelgan bir qudrati bo'lsa, uni bizga o'rgatib qo'ysa, biz hammasini shunday digizsak bo'ldi. Bu tashkilotlar kichik tashkilotlar emas, ular kichik olma emas. Yoki Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoki Uyg'ur tashkilotlarining mundaq deysa deb besim qilgan tashkilotlar emas. Faqat tushundirish mumkin, dialog bilan buni hal qilish mumkin. Uning bu vaqt ketadi. Shunlashqa bu masalaga qarindoshlarimiz biroz hayajon bilan emas, buni biroz salmoqlik bilan millatning, vatanning umumiy manfaatini ko'z tutgan holda shunday qilish kerak. Masalan, Ejunzen Uyg'urlarni eng tushungan, Uyg'urlarning masalasining bu xalqaro turmushi eng ko'p to'p qo'shgan bir shaxs, bir mutaxassis. Hech bir hozirgacha e'lon qilgan nimasida Sharqiy Turkiston deb ishlatmadi. Ammo qilgan butun tadqiqotlari Uyg'urlarning shu milliy qirg'inchiligining qabul qilinishida. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga olib borgan shu zulmi, bu vahshiyliklarni fosh qilishda o'nunchilik xizmat ko'rsatgan odam. Biz qanday qilamiz? Ham Ejunzenni itib tashlamdi. Sen Sharqiy Turkiston demedin, bütün yazgan narsalarni Şinjang'daydı ekansa, kötü qasqan dedimdi, diyemeyiz. Vaqt ketadi. Ular ilmiy odamlar o'zlariga loyiq ilmiy bir o'lchamlarni bekitadi. Tashkilotlar o'zlariga oid bir axloqiy o'lchamni bekitadi. O'zlarining shu o'lcham bo'yicha mangadi toki belgilik bir yergacha shu vaqt kelganda hammasi o'zgarishga boshlaydi. Uningmi shu Uyg'ur tashkilotlarining texmi oyliqi yomonlamay Bağınsır iş koyun bulup, bularla hemkarlaşıp, evvelini düşündürüş arkalık buludu. Böyle konularının bir gibi var, yamanlığın ambalının hocunu kızıyan. Eğer yamanla pita kaskandı desek, Uygur davasını mı kılamayız, öz beşimizde kalımız, şunu olan birbirimizge dava anlatmayız. Ve şunlaşka, bu meseleni milli menfaatten oylayımız, kara kosaklık bilen emez, cahillik bilen emez, biraz ilim bilen, biraz uzaklık koygan asasda düşünümüz, şundak düşündürümüz ve ahırda özümüzge düşünümüz ki bu şunda devam kıysak bütün dünyanın, yani o teşkilatlarga hatta devlet parlamentlarının ve tügün Şarkı Türkistan dep bizden vatanımızdan bu mübarek namını öz isim bilen ataşını kol keltirişte bizden şençimiz var. Ama onunla şunda gayret getidi. Biraz köndürüş gerek, biraz münasebetini üzüp etmey, biraz diyalog bilen, düşündürüş bilen, biraz vaqt beriş bilen boludu dep qarayman. Nəhayət yaxşı düşündürüp berdiniz. Köpten köp rahmet. Eğer de qo'shimcha qiladigan nuqtalar bo'lsa mushta tarafda. Chunki haqiqatan men bizga qo'shimcha qilgim keldi. Chunki nəhayət cho'ng bir projektimiz Uyg'ur sotimi oyoqlashdi, hukmi chiqdi.
yaqında texniki bütün hüküm e'lon qilinish oldida turyotidi. Ashuningdimi uningda Sharqiy Turkiston deb e'linmagan. Agarda haqiqatan siz degandekidek hozirgacha mening bilishimcha hech qanday davlat hozir bor, BDT'da bor davlatlar hech qanday bir doklad yoki nemisda yoki BDTning o'zida Sharqiy Turkiston deb olmaydi. Agarda biz hammasini siz degandek cho'rib tashlasak yoki Sharqiy Turkiston demaganlar bilan munosabatimizni o'zimiz ular bizniki qizilsig'imizni o'tib ketdi degan taqdirda Uyg'ur bilan Uyg'ur da'vo qildigan Facebook da'vochilaridan boshqa da'vogarlar qolmaydigan bir xil ahvolmi hozir sizning gapingizdan ko'zim ko'rinib ketdi. Hakikaten hem işinki vaqt saati var deb çoğunlar deydi. İnşallah hemmimizniki nişanı Ulug' Sharqiy Turkiston davlatimizni mustaqil qilish, o'zimizning avlodlarimizni shu mustaqil Sharqiy Turkistonda cho'ng qilish. Buning inshaalloh hamon bir kun yetimiz. Qimmatli vaqtinglarni chiqarib bugungi programmamizga kelganinglarda ko'pdan ko'p rahmat. Şunun bilan bugungi bu ahamiyatli programmamiz mishada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr takliflar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning kanalimizga a'zo bo'lishni va hamkorlikni unutib qolmasligini umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat. Hello.